Kalılları İğiz yarısı tuyak yallığı bo'lib qolgan do'stlar mayak qaranglar. Menga ba'zi filmlarni avatibsizlar, "Ma to'g'rimi, xatomi?" deb ularninki nima to'g'rimi, xatomi uni uqmaymiz, ammo bizning o'zimiznikini uqimiz. Mushumi eshitib yasalgan narsa, uzun yillik tadqiqot bo'yicha ishlatgan narsa bu maxfiy retsept degan narsa emas nima bu? Hozir AI davrida hech qanday narsa maxfiy qilmayotdi-ku. Xo'sh, mana nima? Fuhu Yishungjun bu o'sha eshitib yasalgan narsa. Bu ig'iz yarisi tuyoq yallig'i bilan hech qanday munosabat yo'q buningki. Bu bir oshqozon go'kiradi, men uyg'urchaga oshqozonni hazmlashtirishni yaxshilaydi. 10 kilo yem xashak yegan bo'lsa, 3 kilo yem, 7 kilo xashak yegan bo'lsa, ashning hammini har bir talni badanga singdirib, hazm qildirib, yem xashakida, tezligida chikitishning oldini oladi. Ash masalani hal qildi, hal qilmay qolib pullarni qaytaramiz. Undan keyin ma'ningdan 5-oyning 15-kunigacha faoliyat qilyapmiz. Birini olsanglar, birini qo'shib sapiryapmiz mana. Ma birisini 1 tonna suv aralashtirishlarchi, 1 tonna suv aralashtirib, shu suvda alab etimiz, shu suvda sug'urimiz. Tezikidan yem o'tib ketib qolgan, yem yemayotgan masalani hal qildi, hal qilmay qolib qolsa, pulinglarni botilkasini keltirsa, pulinglarni qaytarib beramiz. Mushu mahsulotni ishlatib baqqanlar, men ishlatib baqqan deb inkos rayoniga yozib baqqanlar, qana yana boshqa mukofotlarni qo'shib beraylar. Unda bo'lsa Sarxilninki har qaysi do'konlarda mushu bor hozir. Andiki yana bir askartib qo'ydigan ish, yana bir day. Ma'valiq meyat bislib qilib, vaqt o'tib ketgan narsa emas, meyat teslasin bor, oldin kun ishlagan narsa mana ma'vo. Mushunchalar cho'ng iskilotning ichida, yana bari shu Hele yemağını kildiğin bir iki maşin ba, kelipla maşin besipla kitidi, tugaydi. Aran ulgurib atıdi. Unda olsa vaqtni ching tutinglar, 5-oyning 15-kuni oxirlashadi.